donishmandlar 4 toifaga bo'lishgan. Birinchi toifa biladi va bilganini biladi. Bular endi o'sha komil insonlar. Hop, ikkinchi toifa biladi, lekin bilganini bilmaydi. Ana ularni uyg'otish kerak. Bu endi masalan ayrim odamlar o'sha bir bilim oladi-yu, ammo unga amal qilmaydi. Agar amal qilmaydigan bo'lsa, u bilimni keragi yo'q. Uchinchi toifa bilmaydi. Lekin o'sha bilmaganini biladi. Ya'ni shu odam o'ziga bilim yetishmayotganini biladi. Demak, bular ham yaxshi odamlarga kiradi va ularga yordam berish kerak. Ya'ni o'sha hikmatlar bilan, o'sha ma'rifat bilan. Xo'p, keyingisi bilmaydi va bilmaganini bilmaydi. Ana bular johil odamlar. Ana bular bilan o'sha jamiyat, o'sha haligi birinchi toifa odamlar ko'proq ishlashlari kerak. Ana o'sha johil odamlarni faqat ma'rifat bilan uyg'otish mumkin. Kibrni bilim sindiradi. Ana hali oldinroq gaplashdik-ku, jaholatga qarshi ma'rifat degan. Kibr ham jaholatga kiradi. Kibrini yenga olmagan odamdan vatanparvarlikni ham kutmang. Milliy iftixorni ham kutmang. Hech narsani kutmang. Kibr, hasad, bular qarindosh illatlar bular. Bular bir-biri bilan zanjir bo'lib bog'lanib ketishgan. Kibri bor odamda albatta hasad bo'ladi. Agar bilimi bo'lsa, u hech qachon kibrlanmaydi. Agar haqiqiy bilim egasi bo'lsa. Endi masalan, aytishlari mumkin, falonchi olimcha kelgan boshqa. Demak, u olim bilimi bor ekan, amal qilmas ekan. Gap faqat bilim olishda emas, unga amal qilishda. Agar bilim olsa, lekin sarflamasa, uni nima keragi bor? Olimlar aytishgan, har qancha ilming bo'lsa ham degan. Yo'q, menda ilm yo'q deyishga kuch top degan. Bu kibr sindirish. Agar kuch topmasang, o'sishdan to'xtaysan deydi. Mana masalan men yetishdim, men shuncha o'qidim, yetarli desam, men to'xtayman. Chunki men to'xtayman o'qishdan. Hayot to'xtamaydi, avlodlar to'xtamaydi. Oqim bosib ketadi har qanday olimni ham. O'shaning uchun kibrga berilib to'xtasa, tugaydi. Kishi o'ziga o'zi imtihon topshirishga o'rganish kerak. Navoiyning gapi bor-ku, bayti bor, ma'nosi, agar men o'zimni o'zim topmasam, ya'ni tanimasam, el meni qanaqa topadi, taniydi? Agar men o'zimni o'zim odam hisoblamasam, odam qilish kerak bo'lgan ishlarni, yaxshiliklarni qilmasam, el meni qanaqa qilib odam qatoriga qo'shadi, deydi. Mana sizga imtihon.